Mayli ona men ketdim. Avvalroq aytaman. Aha. Tinchlikmi aka? Tinchlikmasda shu. Nima bo'pti o'zbodi? Bu men bloger bo'lmoqchiman. Bloger? Da. Shunda sen o'zing reklama qilmoqchisan-da, to'g'rimi? Shunaqa bo'pti. Opam ham blogerlar-ku. Opang? Blogerlar ular ham. Opangga keladigan bo'lsa, opang erga teggandan keyin pochcham bilan shaxsiy do'konlarni ochib, tijorat yo'lida o'zlarining blogini yurgizmoqda. Sen misol nimaga sotmoqchisan? Shuni tushuntirgan menga. Opam bo'lmasa boshqa blogerlar ham bor-ku. U boshqa blogerlaringni bilmadim-ku, lekin shuni bilamanki, sen erga tegguningcha senga biza javobgarlik ko'rsan shuni. Erga tegganingdan keyin ering ruxsat bilan bilganing qilaver. Apaki yig'ishtirmam karam sho'rangni. Ikkinchi ko'rmay tushundingmi?